Assalomu alaykum kanalimizdan kuzatib boruvchilar. Xudo xolasa mana darvoza Andijon Paxtavodga urinadi. Bugun chislamiz 12-oktyabr. Xudo xolasa chiroyli qilib chetlari shivellerdan bo'lgan, ramkalari 6x4, rossiyskiy shivellerdan bo'lgan, girtlari bilan xudo xolasa chiroylab. Bu darvozamiz 2 qavatli shumkali bo'lgan. Murojaat uchun telefonlarni qoldirib ketamiz. Assalomu alaykum. Hoji ota, tuzukmisiz? Yaxshi, rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Kechingizlar. Darvoza qalay chiqibdi, yaxshimi? Darvoza o'ta zo'r chiqdi, yaxshi. Xudoga shukr. Qo'linglar dard ko'rmasin. Aytganingiz kelsin. Umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. O'sganinglar bilan qo'shaqaringlar. Amin. Qizlardan, nevaralardan baxtiga, oshna qo'yni, qarindosh urug'ni baxtiga sog' salomat yurishga Xudo nasib etsin. Amin. Mana o'g'illarim ham chiroyli pullar topib, chiroyli ro'yxatlar qurishib berdi. Aytganingiz kelsin. Yillarga ham, xizmatkorlarga ham hammasilariga nimaiki niyat bo'lsa, niyatlarga yetkazsin. Amin. Mana shunaqa ro'yxatlarni yana bundan ham chiroylilarni qilib, elga xizmat qilishdan qolmanglar. Umringlar uzoq, rizqinglar ulug' bo'lib, yuzinglar yorug' bo'lib, Allohning panohida saqlaydi. Amin. Allohu akbar. Ilohim to'ylarga ochilib yopilsin darvoza. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, tog'a.